Akalar, qo'lingizda qancha pul bor? Mana shu mashinani olish uchun qo'lingizda qancha pul bor? Bankda boshlang'ich to'lov qilmaysizlar desam, notarius gay zapretlarni o'zim qilib beraman desam, bir so'm xarajat qilmaysiz, prosta pasportingiz bilan keling, mana shu mashinani olib keting desam, qo'lingizda qancha pul bor? Addushi men aka deb berib yuborishga. Qancha pul bor? Mana shuni kommentariyada yozinglar. $100 bor, $500 bor, $400 bor, $200 bor, $100. Любойni yozinglar. 100 ming so'mmi, 50 ming so'mmi, любойni yozinglar. Past nomer qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotlar yana bilib olasizlar. Salon holatlarini ko'ringlar. Mashina ideal holatda turibdi. Bitta shunaqa bonus ham olib qo'yganman-da, akalar. Bunicha sandiqqa onaxonlarimiz saqlab qo'yardi-yu. Mana shunaqa sandiqning ichiga saqlab qo'ygan edim. Shunaqasidan olib chiqib qo'ydim siz uchun. Aktiv ko'taraylik, do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Mana Damas olsin, haydasin, mehnat qilsin. Даже mana ko'rayotgan bo'lsanglar, eshigida laminatsiyalarigacha qilib qo'yilgan. Bu degani juda ham akkuratli haydalgan akalar degani. Qo'lingizda qancha pul bor shu gap? Yozinglar kommentariyaga. Past nomerni qoldiraman. Telefon qilaveringlar. Aka, $200 bor. Aka, $300 bor deb telefon qilaveringlar. Любой mana telefonlarga javob berib, batafsil ma'lumotlar yana olsanglar bo'ladi. 2,5 million oylik to'lov chiqadi, bemalol Xodi avto orqali kelib turib xarid qilsanglar bo'ladi. 12 viloyat, bitta pasport. Joninglar sog' bo'lsin, kuzatishda davom etinglar.